Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana yana bir ishimizni tugatdi. Joyiga ustanovkalarini chotka qilib o'rnatib berdik mana. Obatimiz 4 metrga 6 metrli xonamizga mana shunaqangi stilda prilavka ustanovka qilib berdik. Ko'rishingiz mumkin. Buchilar ham tutgan. İki tomondan eshik bo'lar ekan, bu tomondan eshik bo'ladi. U narigi tomonimizdan eshik bo'ladi. İki tomondan ichkari choyxona. Bu tomonimizga eshikdan kirganda o'ng qo'lga mana chiroyli qilib prilavka qilib turib, ro'paraga ham prilavka qilib berdi. Ro'parani shampun, soda sovun qo'ygani ozgina kichikroq bo'lgan, chem bu tomonlarga qaraganda. Evatga mana skromli kassa stolimizni ham qilib berdik. Ko'rishingiz mumkin. U ichkariga suv, flash, shokot-poqatlarni klient kelib qolgan paytda qo'yib qo'yinaveradi. Ichkarida zamonaviy qilib ustanovka qilib berganmiz. Xo'p, ichida bitta yashigi bor. Ehtiyojga qarab kerak narsalar olib qo'yish mumkin. Hurmatli Mebelixsan obunachilari, kimga qaysiki turdagi mebellar bo'lsa bemalol Mebelixsanga murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa imkon darajada qo'ldan kelgancha chiroyli hamyonbop qilib berishga harakat qilamiz. Ishimiz yoqqan bo'lsa like, podpiska bo'lib qo'yinglar. Podderska qilishda to'xtamanglar. Biz xizmatdan charchamaymiz. Hammaga omad.